Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 3154 raqami ostida ro'yxatdan o'tkazilgan 2019-yil 19-apreldagi qarori asosida tovarlarni bojxona ko'zdan kechiruvi va bojxona ko'rigidan o'tkazishda hamda namuna va yoki sinamalar olishda bojxona tartib taomillarini amalga oshirishni avtomatlashtirilgan tizimda ko'rib chiqamiz. Ushbu video Bojxona brokerlari uyushmasi tomonidan taqdim etildi. Axborot hamkorimiz goldsoft.uz. Demak, avtomatlashtirilgan tizimga elektron raqamli imzo orqali kirib, ikkinchi bo'lmadagi предварительный осмотр, ya'ni ko'zdan kechiruv tugmasini bosamiz. Bizda demak oldindan ko'zdan kechirish bo'yicha elektron ariza taqdim etish varrog'i ochiladi. Bu yerda demak yozma murojaatnomaning raqami yoziladi. Bizning holatda demak u raqamsiz deb yozamiz. Bez nomeri. Sanasi bugungi sana 06/03/2025-yil. Hududni tanlaymiz. Hudud bizada demak Toshkent shahar. Postimiz demak 26002 Toshkent Yuk saroyi TIF posti. Importyor stir raqami, importyor nomi yoziladi. Bojxona omborining litsenziya raqami ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Demak, tizim orqali ana shu bojxona ombori litsenziya raqamini qidirib topamiz. Demak, tovarimiz Orient Logistik Centerda turibdi. Demak, ana shu bojxona ombori litsenziya raqami, ya'ni ko'zdan kechirish joyini tanlaymiz, uni sanasini kiritamiz. Undan so'ng demak hujjat turlarini yozib chiqish kerak bo'ladi. Hujjat turi birinchisi demak bizada deklaratsiya. Ya'ni tranzit deklaratsiya raqamini kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak 26013 Texnik idora Chuqursoy. Hujjat raqamini yuk operatsiyalaridan demak nusxa olgan holatda, ya'ni uni demak qidirish tugmasini bosib topganimizdan keyin avtomatlashtirilgan tizim orqali demak hujjat raqamini kiritamiz. Hujjatning sanasi 01/03/2025 bo'ladi. 01/03/2025. Undan so'ng qo'shish tugmasini bosamiz. Demak, bizada hujjat turi qo'shildi. Keyingisi demak bizada tir karnet yo'q. Demak, undan keyingisi invoice ni bosamiz. Va invoice ni demak, ya'ni shot faktura raqamini yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak invoice raqami bizda uz-240826. Invoice sanasi 26/08/2024. Keyin qo'shish tugmasini bosamiz. Bizda shot faktura invoice ham hujjatlar qatoriga qo'shildi. Undan so'ng demak tovarimiz temir yo'l nakladnoyi, ya'ni SMGS orqali kelayotganligi uchun SMGS ni tanlaymiz va SMGS raqamini SMGS ning 29-grafasida ko'rsatilgan raqam kirgiziladi. 353 23 908.
SMGSimiz sanasi 20.02.2025. Uni ham demak qo'shish orqali demak hujjatlar qo'shiladi. Boshqa hujjatimiz bo'lmaganligi sababli demak mana shu 3ta kiritilgan hujjatni saqlashni bosamiz. Demak bizada ma'lumotlar saqlandi deb yoziladi. OK tugmasini bosamiz va demak hujjatlarni elektron nusxasini demak biriktirishimiz kerak bo'ladi. Bizada demak birinchi hujjat invoice. Demak faylni tanlashni bosamiz va demak invoice ni tanlaymiz va hujjatlarni saqlashni bosamiz. Bizda demak tepa qismida mana invoice счет faktura qo'shildi. Undan so'ng demak biza SMGS ni saqlashimiz kerak bo'ladi. Demak SMGS ni saqlashni bosamiz va yana hujjatlarni saqlash tugmasini bosamiz. Bizda demak invoice счет faktura va SMGS saqlandi. Undan so'ng demak yozma murojaat saqlanishi kerak bo'ladi. Ya'ni yozma murojaatni tanlaymiz va faylni biriktiramiz. Shundan so'ng yana hujjatlarni saqlash tugmasini bosamiz va bizda demak hujjatlar yuklandi. Mana 3ta hujjat. Demak yozma murojaat, invoice, счет faktura va SMGS. Undan so'ng demak saqlash tugmasini bosamiz. Pastki qismida demak ma'lumotlar saqlandi degan yozuv chiqadi. OK deb bosib turib, ana endi demak jo'natishni bosamiz. Demak jo'natishni bosadigan bo'lsak, bizda demak kalit tanlashimiz kerak bo'ladi jo'natiladigan. Hop, kalitimizni tanlaymiz va jo'natish tugmasini bosamiz. Bizda demak parolni kiritishni talab qiladi va parol kiritganimizdan so'ng jo'natishni, ya'ni elektron arizani jo'natishni bosamiz. Shunda bizda demak hujjat yuborildi degan yozuv chiqadi va demak hujjatimiz jo'natildi. Ya'ni elektron hujjat bizda jo'natilgandan so'ng mana bu yerda ko'rish tugmasi bor. Ana shu ko'rish tugmasini bossak, demak bizada mana pastki qismida ariza raqami paydo bo'ladi. Ya'ni bu ko'zdan kechirish arizasi. Bundan demak nusxa olgan holatda ana endi bojxona deklaratsiyamizga demak mana shu ko'zdan kechirish raqamini yozgan holatda import 70 vaqtincha saqlash rejimiga deklaratsiyani jo'natsak bo'ladi. Ya'ni bojxona deklaratsiyasiga kirgandan so'ng bu yerda 44-grafada ZOSIM ga demak ana shu ro'yxat raqamini yozishimiz kerak bo'ladi va bugungi sanani ko'rsatgan holatda bojxona organiga import 70 ni jo'natishimiz kerak bo'ladi. Va demak import 70 imizda jo'natilgandan so'ng agar tafovutlar aniqlanadigan bo'lsa, istalgan tafovut bo'lishi mumkin. Demak tafovutlar aniqlanadigan bo'lsa, xoh kilosida, xoh donasida, TIFTN kodida va hokazo ma'lumotlarni ko'zdan kechirish jarayonida tahrirlash imkoniyati paydo bo'ladi va bojxona organi vakili ruxsati asosida demak ana shu deklaratsiyamizdagi ma'lumotlar tahrirlanishiga ruxsat bo'ladi, ya'ni tahrirlasa bo'ladi. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.